Endigi naborimiz qizlar ham yosharmoqchi, ham sog'lom bo'lmoqchi bo'lgan klientlarim, ayol-qizlarimiz uchun 25 yoshdan oshgan barchaga men bu naborni taklif qilaman. Bu yerda yuz uxodlari va kollagen. Juda ham ko'pchilik ayollar har xil yuz uxodlaridan foydalanadi, qimmat uxodlar oladi, lekin foydasini sezmaydi. Ajinlari ketmaydi, teri quruqligi ketmaydi. Buning sababi faqat birgina organizmda oqsil, ya'ni kollagenning yetishmasligi hisoblanadi. Kollagen tabiiy oqsil, qizlar 25 yoshdan keyin barcha ichish kerak bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Hech qanaqa zarari yo'q. Bemalol ichasiz, maza qilib, tarkibida peptidlari bor va kollagen ichish davrida chiroyligina uxodlaringizni qilsangiz, yuz uxodlarini albatta zo'r effekt ko'rasiz. Uxodlari tarkibida qaraysiz, mana metabiotiki bor, peptidi bor, 9 kompleks vitamin minerallari bor, pantenoli bor. Kimda yuzi nozik bo'lsa 100% tushadi.